Endi mana o'zlaringni oldingi o'zlaringlar faizlar bu payt bizning paytda bahodir sotsialistik bo'lmaganda qani o'sha payt man rasmlarni arxivlarni tomosha qilyapmanda voy deyapman hozir qani edi hozir yo'q mana shunaqa talpa bilan mana shunaqa auditoriya bilan hech kimdalar hozir hamma kichkina xonalar u yoq auditoriya bo'lib ketdida agar o'sha paytda hozirgi o'sha narsa hozirgi paytda bo'lganda menimcha biz SNG bo'yicha portlab ketgan bo'lardi. Ko'pchilik qiziqqan esingizda bo'lsa faqat Instagram degan narsa bo'lmaganda Telegram bo'lgan Facebook sal bo'lgan одноклассник bo'lgan bizlarni Ispaniyalarga borganda Madridga qo'yardingiz siz Yaponiyalarga borganingizda qo'yardingiz shularni qo'yardik-ku lekin hozir endi bilmayman hozirgidagi rivojlanmagan blogerska anaqalar yo'q edi bunaqa auditoriya anaqalar qilish Madridist O'zbekiston nima u deb savol beryapsiz aka. Bu bosib o'tilgan umri deyarli bir yarmi. Real Madrid futbol klubiga qiziqish, unga bo'lgan mehr muhabbat. Bu bir tomonlama emas, bu billa boshlagan bolalarimiz bordi. Real Madrid deganda men muxlis deganda Farhod Fayziboyev ko'raman. U одноклассник degan narsa bo'lardi. O'shanda billa futbol ko'rardik, gaplashardik, keyin fan klub sifatida rivojlantirish maslahati bo'lgan. G'ayrat, Jasurbek, Sherzod bular zo'r bolalar. Billa boshlanganda bu narsa. 4 kishi, 5 kishi bo'lib futbol ko'rardik. Yarim kechasimi farqi yo'q. U paytda futbol ko'radigan joylarni o'zi topish bir qiyin edi. Bu Ispaniya hayotidagi sayohatdan biz o'zimizga nima oldik? Stadionga kirib borganimda o'sha Real Madrid muxlislarining sektorini, krichalkalarini ko'rib, ularni o'rgandik. Keyin men G'ayratga, Jasurga yetdim. Shuni o'zimiz qilaylik ispan tilida. U bolalar buni ustida ishlab, shunaqa mukammal maromiga yetkizdiki, bizlarning bolalar ispan tilida krichalkalaydi. Juda ham boshqa narsa, boshqa olam. Buni mana videolari bor. Madridga birinchi stadionga kirganda ichimdan nima o'tganini o'zim bilaman. Ayniqsa o'yin paytida muxlislik madaniyatini haqiqiysini o'sha yerda ko'rdim. Boshqa stadionlarda boshqa futbollarni undan oldin ko'rganman Yevropalarda, lekin aynan sevimli jamoamnikini birinchi marta ko'rganimda hayolimga birinchi kelgan narsa muxlislik madaniyatini fan klubda shakllantirish bo'ldi. Ispan tilidagi krichalkalari, stadionda turib o'zini sevgan jamoasini qo'llab-quvvatlanishini ko'rib zavqlandim. Nimaga endi biz o'zimizda shu narsani qila olmasligimiz kerak? Yo'q, amalga oshirdik. Shu narsalarni amalga oshirdik. Bunga G'ayratilla bilan fan klubimiz